Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Shunday dunyo borki, u dunyoda faqatgina tinchlik hukmronlik suradi va bu tinchlikni eshitib bilganlargina o'z darvozasini ochadi. Lekin hozirgi bo'lib o'tadigan sarguzashtimiz menga ham, sizlarga ham anchagina tushunarsiz bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi ko'radigan sarguzashtingiz bu Minecraft tarixida sirligicha qoladi. Agar sizlar tayyor bo'lsangiz, biz videoni boshlaymiz. Sizlar esa like va obunani ayamaysizlar degan umiddaman. Tushunmadim, o'yinlarni kim sindirdi? La'nati shulg'ut, yana senmi? Qani bu yoqqa kel. Menga qara, nimaga qo'llarni oynasini sindirasan ha? Nimaga? Badaringizni eshitchanglar. Senlarni xonaga bir minut qoldirib ketib bo'lmaydi. Qoshlaringga bit tushirsan shulg'utni. Bitta xonani oynasi qancha turishini bilasanmi o'zi? Nimaga meni xonamni oynasini sindirasan? Borib Mavlonovning xonasidagi oynani sindirsak bo'lmaydimi? Umuman nima haqqing bor xonani oynasini sindirishga? Kelib sen oynani sindirasanmi? Senga emas, meni xonamni oynasini sindirish. Hozir men seni uzun burningga o'zing nosib qo'yaman. Sen o'zi o'rmonga yurishing kerak, maymun. O'zi menga bu xonani direktor Mavlonov bergan edi. Endi men direktor Mavlonovga nima deb javob beraman? Xonani oynasini kim sindirdi deb so'rasa, sen javob berasanmi? Kechirasan, men bu uyni egib javob berishim kerak. Yoki men o'rnimga borasanmi? Gapir, o'zim o'ldirib tashlayman. Nima meni urmoqchimisan? Undan ko'ra bo'ynimdan uzib bo'g'ib qo'ya qol. La'nat shulg'ut. Ustoz Hamroyev, meni hali O'chira o'zingni, gapirma. Men gapirgan payt pastga qara, tushundingmi? Nimaga yerga qaraysan? Meni ko'zimga tik qarashga qanday jur'at etding? Senga emas, meni ko'zimga tik qarash, pastga qara. Umuman ko'zingni yumib yurmay gapirganda. Tarzan maymun, meni ichingga so'kma, tushundingmi? Ichingga so'kma. Hammasini eshitib turibman nima deyotganingni. Xullas ertaga nima qilib bo'lsa ham, xonani oynasini joyiga qo'yasan, tushundingmi? Bo'lmasam go'shtingni siqdan o'tkazib, mana bu shashlik xonaga shashlik qilib topshirayoraman, tushundingmi? Qo'limdan hamma narsa keladi. bo'ldi ustoz Hamroyev, men to'g'rilab beraman. Qarochi harakatingni qil, xarib. Kelib, meni xonamni oynasini sindirasan, sen maymun. Artamni ustida turgan ruchka qayerga ketdi? Ha, yergina yutsin seni. Hali men ruchkamni ham oldingmi? Ertaga oyna bilan birga ruchka ham ketirasan, tushundingmi? La'nat shulg'ut. Yo'qol ko'zimga ko'rinma. Xo'sh, hamma to'plandimi? Demak. Mana endi men tayyorman. Xo'sh, bugun qanday yangiliklar bor? Kim menga gapirib beradi? Groks jaroblari, menda yomon xabarlar bor. Obbo, tinchlikmi? Yana nima bo'ldi? Esingizdami, arenada 3 kishi cho'chqaga qarshi urushgan edi. Ular cho'chqani mag'lub qilgan ekan. Ularga keyingi sinovni beramizmi? Tushunmadim, sen o'zi kimsan? Buni kim bu yerga kirgizdi? Tirranchani. Men o'zim bilaman nima qilishni. Bor yo'qol joyingga o'tir. Mardakorlarga salom. Xo'sh, sizlarga keyingi topshiriqni bermoqchiman. Tushunmadim. 3-chingiz qayerda? Ustoz Mavlonov tahoratni yangilashga ketdilar. Xo'sh, demak keyingi sinovdan o'tsangiz, sizlar ozodsizlar. Men va'da beraman. Sizlarga o'yin qoidalarini tushuntirib o'taman. Xullas, u yerda sandiq bor. Uning ichidagi buyumni olib, tezda orqaga qaytishingiz kerak. Tushunmadim, u haqiqatan ham kelib ketdimi? Ha, u qandaydir sandiq haqida va buyumlar haqida gapirib ketdi. Tushunmadim, yana qanday buyumlar? O'zi sening isming nima edi? Mening ismim Xeza. Tushunmadim, bunisi nima deyapti? Xo'sh, Xeza, demak bunday qilamiz. Sen oldin yurib ketasan. Tushunmadim ustoz Mavlonov, nega men oldin yurib ketar ekanman? Ko'p gapirma, men bu yerda direktorman. Xo'sh, men nima demoqchi edim? Xullas Groks aytgan sandiqni topamiz, ichidagi buyumni olamizda tezda orqaga qaytamiz. Qana bo'la qolinglar. Xo'sh, men qandaydir platformani ko'ryapman. Demak, sandiq o'shaning ichida bo'lsa kerak. Menga kimdir yordam beradimi? Men tepaningdan tusholmayman, chunki qo'rqaman. Shoshma, hozir men seni tushiraman. Tushunmadim. Men pastga tushmayapman, namorat tepaga uchib ketyapman. Qoyil, sen uchyapsan. Men tepaningdan qo'rqaman deyapman. Obbo, menimcha bizda mehmonlar bor. Qani la'natlar, sizlar ham uchishni xohlamaysizlarmi? Obbo, meni orqamdan quvib kelishyapti. Jenursa, men la'natiga yordam berishim kerak. Mana bunisi ham uchib ketyapti. Biz sen bilan kelishib olishimiz mumkin. O'zingni bos. Xeza, menga sening yordaming kerak. Qayerda yuribsan sen la'nati? Barakalla. Mana shunday orqasidan vur. Yasha bor, barakalla. Biz ichkariga kiramiz. Xeza, sen bilasan uni nima qilishni. Hozir men seni. Bolalar, men ichkariga kirib oldim. Endi nima qilamiz? Mana endi biz sandiqning ichidagi buyumni topishimiz kerak. Yo'qsa shuni men o'ldiray. La'nati. Qani bu yoqqa kelganing la'natlar. Ko'rdingizmi men qanday o'ldiryapman? Bu yoqqa kel la'nati. La'natlar, hammang pastga tushib ketding. Bular menga hujum qilishyapti.
Jin ursin, menimcha men Grox aytgan sandiqni topganga o'xshayman. Mana endi u yerga qanday tushishni o'ylash kerak. Bilaman, biz sandiqni topdik. Sen uni chalg'itib tur, men ko'raman ichida nima borligini. Xo'sh, qanday nima bor ekan? Yer la'nati, biz bir nechta sharik uchun jang qildikmi? Ustoz Mavlonov, yana biz sharik uchun jang qildikmi? Menimcha shunday. O, bu la'natlar, bular yana kim bo'ldi? Ularni menga qo'yib bering, ustoz Mavlonov. O, ularni nima balo qilding? Men ular bilan jang qilmoqchiman, ular yo'l qo'ymayapti. Bo'ldi, hammasi yuragimga to'kildi. Mana endi ularga haqiqiy jang qanday bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Qani meni oldimga yaqinroq kelinglar, g'ordagi ifloslar. Hech biringizni ayab o'tirmayman, tushundingizmi? Hech biringizni bitta qiraman. Bizni bitta sharik evaziga bu yerga tashlab ketgani uchun Grox hammasi uchun javob beradi. Tushunmadim. Bunisi yana nima bo'la bo'ldi? Menimcha biz qayergadir teleportatsiya qildik. Biz qayerga tushib qoldik, ustoz Mavlonov? Endi nima qilamiz? Bizga hozircha yo'l to'g'rini ko'rsatyapti. Demak, biz to'g'riga borishimiz kerak. O, bo'lanati, bunisi yana nima bo'la bo'ldi? Xo'sh, endi qayerga boramiz? Xo'sh, demak biz janubga qarab yurishimiz kerak. Siz qayerdan bilasiz janub bilan sharq qayerda ekanligini? Men bilmayman, shunchaki bularni kinoda eshitganman. Ustoz Mavlonov, axir bu kino emas-ku. To'g'ri, bizning videomiz kinodan qolishmaydi. Xo'sh, Kunjola, u nima dedi senga? Aha, tushundim, lekin nima deganingni tushunmadim. To'g'ri aytasan Kunjola, biz bu yerdagi oqsoqolni topishimiz kerak. Qo'yil, bu yerni o'rmoni juda ham chiroyli ekan. Lekin hozir gap o'rmon haqida emas, bu yerdagi oqsoqolni topishimiz kerak. Oqsoqolni qayerdan topamiz? U bizga nima kerak? Agar biz oqsoqolni topsak, bu yerdan qochish imkoniyati topiladi. Lekin Grox bizni qayerdan bo'lmasa ham ushlab oladi-ku. Men tushunishim bo'yicha Grox bizni bu yerga xatolik bilan yuborgan. Yoki bo'lmasam bu dunyo Groxga tegishli. Ustoz Mavlonov, siz qayerdan bildingiz bu dunyo Groxga tegishligini? Chunki bu dunyo biz bilgan dunyoga o'xshamaydi. U aksincha boshqacha. Menimcha mana shu oqsoqolning uyi bo'lsa kerak. Xo'sh, taqalatchi. Xo'sh, demak biz Ey, Kunjola, nima qilyapsan? Shoshma. Hoy, la'nati, bu senga ammangning uyi emas. Chiq u yerdan. Bir kun emas, bir kun bu bizni sharmanda qiladi-da. Tushunmadim, kim meni tinchimni buzdi? Sizlar kimsizlar? Bu yerda nima qilyapsizlar? Qani kim meni savolimga javob beradi? Biz haligi oqsoqolni izlab yurgan edik. Men o'sha oqsoqolman. Oqsoqol janoblari, biz bu yerga adashib tushib qoldik. Xullas biz orqaga qaytishimiz kerak. Xo'sh, siz bizga yordam berasizmi yoki yo'qmi? Mayli, xullas quloq solinglar. Sizlar portal tomonga qarab yurishingiz kerak. Keyin esa portalning ichiga tushib o'z dunyoyingizga tushishingiz mumkin. Ajoyib, rahmat sizga oqsoqol. Ha, aytgancha siz Grox degan maxluqni taniysizmi? Oy, men sizga gapiryapman. Hozir u bizning betimizga eshikni yopdimi? Mayli, e'tibor berma, qarichilikda. Xullas biz portalni topib, uni ichiga sakrab o'z dunyoyimizga tushishimiz kerak. Qana bela qolinglar, har bir vaqt biz uchun g'animat. Qancha tez borsak, shuncha o'zimizga yaxshi. Balki bu qariya bizni aldagandir. Ko'p gapirma, bo'lishi mumkin emas. Qo'yil, menimcha biz yetib keldik. Oqsoqol aytgan portal mana shu bo'lsa kerak. Lekin men bu qariyaga ishonmayman. Tushunmadim, u o'zi qaysi portalni aytgan edi? O'ngdaginimi yoki chapdaginimi? Menimcha u tashqaridagini nazarga tutgan edi. Bo'lmasam nimani kutib turibmiz? Qani olg'a. Mening ishonchim komil, biz buni uddalaymiz va mening ishonchim komil, biz o'z dunyoyimizga tushib qolamiz. Ustoz Mavlonov, balki bunday qilmaganimiz ma'quldir. Ko'p gapirma, qani orqamdan sakra. Yellanatlar ey. Men sizlardan xavotir olgan edim, sizlar uddala olmaysizlar deb. Tushunmadim, yana ustoz Mavlonov qayerga ketdi? U kishi yana tahoratlarni yangilashga ketdilar. U eng qiziq joyini o'tkazib yuboryapti. Demak, sizlarga yana bir topshiriq beraman. Sizlar yog'ochlik maxluqni yutishingiz kerak, mana shunda o'yin tugaydi. Sizlarga oldindan aytib qo'yay, xarita uncha ham katta emas, shuning uchun tezda o'tishingiz mumkin. Nima, bu yerda maxluqlar bormi? Albatta, maxluq bo'lmasa bo'lmaydi. Sizlarga omad. Bu yana tahorat olib o'tirganimga keldimi u la'nati? Ha, u kelib mana shunday deb ketdi la'nati. Demak, biz bu yerda maxluqni yengishimiz kerak, shunday deb aytdimi? Ha, oddiy maxluq emas, yog'ochlik maxluq. Yaxshi, unday bo'lsa bu maxluqni uyini kuydiramiz. Xo'sh, demak mana shu yerda dam olamiz. Bu yana nima balo bo'ldi? Hamma yoq ivirsib yotibdi. Nimaning to'g'ish kelyapti? Men ham qayerdan bilaman, borib ko'raychi. Jirorson, u g'oyib bo'ldi. Endi shunisi yetmay turdi. U qayerga g'oyib bo'ldi? Demak, biz uni uchirib yuboramiz. Mana shunda undan qutularmiz. Voy, yaxshi o'ylabsiz, ustoz Mavlonov. Qani ucha qol, sayra bo'lib sayra, shu gulning shoxi sinsin. Bo'lanadi, u qaytib tushdi-ku. Jirorson, ustoz Mavlonov, bu rejangiz ish bermadi. Bu maxluq Kunjolaning orqasidan quvyapti.
Kunjola, xavotir olma, hozir men senga yordam beraman. Xo'sh, isqirt maxluq, sendan qutulish vaqti keldi. Bo, qochib qol, yana u yerga tushyapti. Ammo ustoz Mavlonov menga yordam bering. Qani la'nati maxluq, meni oldimga chiq. Sen bilan birga bir gaplashaman. Men seni ko'zlaringga boqmoqchiman. Jinursin, Kunjola, yo'qol bu yerdan. Bo, la'nati Kunjolani o'ldirishdi. Mana endi men seni Kunjolani oldiga yuboraman. Mana buni senga. Bo, u meni orqamdan kelyapti. Hozir men seni tepaga ko'taraman. Maxluq qayerda ekanligini aytasan menga. Ha, men sizni tushundim. Men hozircha hech nimani ko'rmayapman. Yaxshiroq qara, yaxshiroq. Yetarlimi yoki seni yana teparoq ko'taraymi? Ustoz Mavlonov, men nimadir ko'ryapman. Jinursin, Kunjola bizga nimadir demoqchi, men uni gapini uzoqdan tushunmayapman. Jinursin, la'nati maxluqni men ham ko'ryapman. Uni tezroq bu yerdan yo'q qilish kerak. Voy, maxluq, osmonga chiqqaningdan so'ng onangga salom aytib qo'y. Ha, ustoz Mavlonov, biz buni uddalaymiz. Ertaga quyosh bo'ladimi, yo'qmi, keyin bizga javobini aytarsan. Ustoz Mavlonov, men qandaydir ovoz eshityapman. Nima deyapsan? Yerim la'nati, bu yana nima bo'la bildi? Bu yerda hammasi jonimga tegdi. Mana endi sen bilan boshqacha gaplashaman. Ehtiyot bo'ling, u sakrar ekan. Jinursin, yog'ochni sakraganini birinchi marta ko'ryapman. Shoshma, uni boshqa yo'l bilan o'ldiramiz. Agar bizning o'qlarimiz unga ta'sir qilmasa, demak unga dinamit ta'sir qiladi. Tushunmadim, nimaga ishlamadi? Menimcha men mana bu yerga adashgan ekanman. Hozir to'g'rilaymiz. Shoshma, hozir mana bunday, xo'sh. Bu yerda mana endi bum qilish vaqti keldi. Menimcha bu yog'och maxluqdan asar ham qolmaganga o'xshaydi. La'nati, bu yerda hattoki bitta blok ham qolmabdi. Mana endi Groxni chaqirsak ham bo'ladi. Oy, qani yo'ldan qoch. Tushunmadim, hozir bu yerda bir tentak bor edi. Qayerga g'oyib bo'ldi? Xo'sh, qayerga g'oyib bo'ldi? Sen hozirgina uni bosib o'ldirding. Yo, bunday bo'lishi mumkin emas. Bo'lmasa bunday qilamiz. Hozir men sizlarga yangi tentak olib kelaman. Qayerga ketyapsan? Senga maktab katta qo'lang, uyimi? O'tir bir joyga. Ustoz Hamroyev, meni chiqishim kelyapti. Hammang boshiga chiqib olding. Ustoz Hamroyev, yana nima faqar bo'lyapti? Menga o'quvchilaringizdan biri kerak. Bo'ldi, men bilaman sizga kim kerakligini. Balki mana buni olib ketarman. Yo'q, hozir men sizga eng yaxshi o'quvchilarimdan birini beraman. Grox, oshna, bular tayyor emas. Hozir men senga tayyor o'quvchilarimdan birini beraman. Yo'q, rostdanmi? Ha, albatta. U ertalab meni xonamning oynasini sindirgan edi. Men tayyorman. Sizlarga yangi ishtirokchi olib keldim. Tanishib qo'ying. Uning ismi Shulxa. Ha, bilaman. Sen bunday ismni eshitmagansan. Menimcha sizlar kelishib ketasizlar. Xullas, yangi o'yinga tayyorgarlik ko'ring. Bu senlarning dastingdan tahorat ham olib bo'lmaydi. Endi birisi kim bo'ldi? Tushunmadim, uni o'ldirishdi deysanmi? La'nat yey. Mayli, hech kishi yo'q. Qani hamma meni ortimdan keyingi o'yinga tayyorgarlik ko'ramiz. Chira ovozingni.